Bugungi yomg'ir ham futbol ishqibozlari ehtirosini sovita olmadi. Chust tumanining 12 ta mahallasidan tashrif buyurgan fuqarolar Yashil maydonda g'oliblik uchun astoydil kurash olib bordilar. Musobaqaning asosiy maqsadi yoshlarning sportga keng jalb etish, sog'lom turmush tarzining targ'ib qilish va mahallalar o'rtasida do'stlik, hamjihatlik muhitining yanada mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Shindoli sportga katta e'tibor bilan qarayotgan prezidentimizga kattakon rahmat. Shu o'yinga chiqish oson bo'ldimi yoki ozgina qiyinchilik tayyorgarlik juda qiyin bo'ldi. Shu faxrli 3-o'ringa o'ynash ham hozir nihoyatda og'ir kechdi. Hamma komanda, bu yerda 12 ta jamoani hammasi kuchli. Hammasiga alohida rahmat, tashkilotchilarga ham yana bir bor kattakon rahmat. Har bir uchrashuv haqiqiy futbol bayramiga aylandi. Maydondagi keskin kurashlar, chiroyli gollar va muxlislarning olqishlari musobaqaga yanada fayz bag'ishladi. Final bahslari esa ayniqsa muxlislarda unutilmas taassurotlar qoldirdi. Musobaqa tashkil qilishdan asosiy maqsad bu yoshlarni sportga qiziqtirish. Varzik kubogi tashkil qilindi. Unda 12 ta qishloq qatnashdi. Jami 200 ga yaqin yoshlar. Bugun mana final va 3-o'rin uchun o'yin bo'lib o'tmoqda. Mana jamoada hozir 3-o'yin uchun bellashyapti. Bundan keyin final bosqichi bo'lib o'tadi. G'oliblarga 1-o'ringa biz qo'y va ma'lum summa beramiz. 2-o'ringa ham qo'y beramiz, ma'lum summa. 3-o'ringa ham xuddi serka berib ma'lum summa beramiz. Undan tashqari eng yaxshi o'yinchiga, to'pchilarimizga, undan tashqari eng yaxshi darvozabonga alohida sovrinlar mavjud. Bu birinchi yil 2026-yil tashkil qilindi. Bundan keyin har yil bo'lib o'tadi. Yakuniy natijalarga ko'ra Qayrimi mahalla jamoasi faxriy 3-o'rinning qo'lga kiritdi. Turnir davomida barqaror va tartibli o'yin namoyish etgan Karkidon jamoasi 2-o'ringa sazovor bo'ldi. Mezbon sifatida musobaqaga qatnashgan Varzik mahalla jamoasi esa o'zining yuqori tayyorgarligi, jamoaviy uyg'unligi va ishonchli o'yinlari bilan barcha raqiblarning ortda qoldirib, 1-o'rinning egalladi. Turnir nafaqat jamoaviy natijalar, balki individual mahoratlarning ham yuzaga chiqardi. Musobaqa davomida o'zining faolligi va mahorati bilan ajralib turgan futbolchilar eng mohir hujumchi, eng yaxshi himoyachi, eng yaxshi darvozabon nominatsiyalari bo'yicha taqdirlandilar. Bu esa yosh sportchilarning yanada faol bo'lishiga, o'z ustida ishlashga va kelgusida yuksak natijalarga erishishga undaydi. Birinchi o'ringa maxsus kubok, medallar, 2 million so'm pul va jondor, ya'ni Qo'chqor. Ikkinchi o'rinlarimizga ham kubok, medallar, yana bir jondor Qo'chqor, 3-o'ringa serka va barcha individual sovrinlar bo'ldi. Ularga maxsus homiylarimiz sovg'a topshirildi. Turnirning eng yaxshi darvozaboniga nominatsiyasiga muvaffaq bo'lindim. Bu yerda qishloqda yordam bergan barchaga katta rahmat. Qishloq bir bo'ldi. 2-3 kishi bu narsani qila olmasdi, butun qishloq bir bo'lib bizga yordam berdi. Barchaga rahmat aytib qolamiz. Turnirda qatnashgan barchaga rahmat. Varzik kubogi nafaqat sport musobaqasi, balki do'stlik, birdamlik va sog'lom hayot tarzini targ'ib etuvchi haqiqiy sport bayrami sifatida ishtirokchilar va muxlislar xotirasida yorqin taassurot qoldirdi. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Namangan.